To'xtabsan videoga. Videoga to'xtaman deyapsan? Qo'rqitishlar aka. Ya to'xtaman deyapsan? Nima qo'rqitaman? Ben geliyorum de çıkın. Yo'q aka. Videoga to'xtaman deyapsan. Yo'q nima qo'rqitaman aka. To'xtaman deyapsan? Qo'rqitmayman aka. Ha? To'xtaman deyapsan? Ko'tingga tiqaman telefon telefoningga qo'shib. Tushundingmi? Ko'tingga tiqaman, nima deyapsan sen? Uzun omon nima bo'lyapti? Bu qo'mdaga to'g'ri telefon qiladi. Men mashina egasiman. Olib chiqib ketishga ruxsatim bor ekan 60 kun davomida pul to'lasam bo'laveradi. Bu yerda do'laydi. Nima o'zi ismingiz familiyangiz nima aka? Familiyasi. Familiyasi. Sabab o'sha ma'lum to'g'ri qonuniy nimasini tekshirish uchun. Yo'q. So'rayam yo'q. So'rashga nima bo'lmasa kerak. Yo'q aka, sizni kimdir videoga oladigan bo'lsa, sizdan so'rab olishga majbur emas bu odam. Tushunasizmi? Sizdan so'rab turib videoga olishga majbur emas, chunki u jismoniy shaxs. Nimaga endi oddiy jismoniy shaxs, yuridik shaxs o'zini himoyasi uchun videoga olsa, qarshilik bildirasizlar. Sizlar yuridik shaxslar, shu davlat organining xodimisizlar. Ochiqlik va shaffoflik prinsipi bor. Buni bizdan ko'ra o'zdan yaxshi bilasizlar. Nimaga oddiy jismoniy shaxs o'zini xavfsizligi uchun telefonga, videoga olib kirsa, qarshilik ko'rsatasizlar. Uni shu yerda chiroyli muomala qilib, sal pastga tushib, osmonga uchib ketmasa, pastga tushib gaplashsanglar, o'sha video ham tarqamaydi. O'zlaringiz ham sharmanda qilmaysizlar. Qachonki siz javobgarlikka tortib olasiz o'sha odamni, qachonki siz haligi qamatasizmi, shu tarafga solasizmi, qachonki u siz videongizni montaj qilib, qandaydir o'zgartirishlar kiritib, siz videongizni qo'ysa, keyin siz uni javobgarlikka tortishingiz mumkin. Mana shu video, ya'ni shu ish bo'yicha biz Ichki ishlar organi axborot bo'limidan ma'lumot kutib qolamiz. Nimaga bu xodim bunday o'zini xarakterini jismoniy shaxsga nisbatan ko'rsatdi, nimaga so'kib tashladi, biz axborot kutamiz.